kelishning qadam bosqichlari zodi qanday bo'ldi? Nurguldan birlikda o'rganaylik. Nurgul nasib boshlandi. Undaqsa tanziga qanday qurishlarni tayyor qilsak bo'ldi? Tanziga piyoz, kalovcin, un, chuchigan sumay ketadi. Chuchigan sumay tayyor qilamiz avvaldan. Mayda tushitib muz qilamiz. Ikkinchi qadamda kalovchinni muvofiq miqdorda kalovchinni qayitib olamiz. Chaynarangida qiynagarib qayitib olamiz. Qaynab bo'lgandan keyin kalovchinni suzib olamiz. Olgandan keyin bir bosh piyozni ushaqini chanab, ashib chanagan ushaq piyozni yana qaytib silib, o'sha qaynagan kalovchinning suyiga uni bir qatim qayitib o'chirib olamiz. Uni muzlagandan keyin muvofiq miqdorda un, taxminan 2,5 kilo un atrofida muz bo'ldi. Aynan bir qatim soat chiqish uchun un ham tuz silib, shuningdek ashuni jug'urasaq bo'ladi. Andak chang bo'lib ketmaydi. Mayt normal bo'sharoq qilish kerak. Ish qasaroq qilish kerak. Xemirni ishilib, uni o'zimiz muvofiq miqdorda uzib, mayin silib pishirib olamiz. Ana chiroyli qilib tizib, uni dasxona guli loyiq chiroyli shakllarda tizib chiqaramiz. Gram tutilgan sumay, taxminan 2,5 kilo unga 8 gram sumay bo'lsa muvofiq bo'ladi. Mana bu qaynatgan kalovchin chaynarangida chiqadi mana shunda qaynatamiz. Demak, endi bir siqin mana shunda qilqi. Yanjilmagan, shunda qoladiki, kavovichindan bir siqin atrofida suv quyib, uni qaynatib, ana uni suyini chiqarib olganmiz. Mana choy holati keldi. Mana bu qaynatib olgan kavovichinning suyini yana qaytadan ko'rib quyib, piyoz chanalgan piyozni solamiz. Piyozni qanchalik? Piyozni taxminan kichikroq bo'lsa bir bosh piyoz. Bir bosh piyoz-a? Bir bosh piyozni tayyor qilib, undan uni ushaq chanab, qaynatgan kavovichin suyiga solganmiz. Endi buni qaynatamiz. Mana kavovichin qaynab bo'lgandan keyin, chanab olgan piyozimizga qaytadan kavovichinning suyiga silib, bir qatim qaynatib olamiz. Bunda qilgan vaqtida piyozni sozga hemen kirdiramiz. Bu kirgan vaqtida chichga shunday yaxshi ta'minbek tayyorlayib, ta'minlik chiqadi. Shurish bo'ldi-da. Demak, endi boshqa inch kalkullarga diqqat qilishimiz kerak ekan-a? Unga 15 gram tuz solsak muvofiq bo'ladi. 2,5 kilo unga 15 gram tuz soldik. Men unni tuzni jilab qo'ygandan keyin tushirib olgan sumimizni 8 gram sumimizni xamirga qo'ysak bo'ladi. Kalovchin bilan piyozni qo'yamiz. Ayrim qachon. Tashlaymiz. 1 kilo 200 qilsak muvofiq bo'ladi. Buni normal bo'lishi kerak. Shuning suvda qaytarilgan kavovchin suyini tashiganda qiziqdan normal bo'lishi kerak. Demak, piyoz bilan kavovchin suyini 1 kilo, shunaqami? 1 kilo 200 gram qilib tanishib olganmiz. Kavovchin suyini qo'yganmizda. Deb kavovchin suyini uni qo'yib yuvgansak bo'ladi. Shu miqdorimiz bilan biz qanchalik sog'liq chiqara olamiz? Mushunda taxminan 1,5 qora atrofida sog'liq chiqib 1,5 qora. Pish kerak. Xamir yaxshi pishsa, budur bo'lib qolsa, sog'liqni yaxshi chechakchimaydi. Xamirni chaylab o'zimiz degan holatga kelishga xil vaqt kerak ekan. Xamir cho'qim yaxshi pisha olsa, sog'liq yaxshi chiqmaydi. To'g'ri. Xamirning pishganini bilish uchun xamirni ozroq uzib mana holatga kelsak, nippiz holatda bo'lsa, mana xamir pishgan bo'ldi, munakna qilamiz. Demak, ana shu suv bilan shu un yaxshi chaylangandan keyin hozirgidek yumshoq holatga kelgan. Yaxshi chaylanib, cho'qim yaxshi pishib kerak, munakna qilib qolsangiz qanday yaxshi chiqadi. Xamir tayyor bo'lgandan keyin nachiga bo'lib, 200 gramdan ustak buni maylimsak bo'lamdi? Maylimsak zo'rqilib, xamirni tayyor bo'lganida may o't yoqib, mayni tayyor qilsak bo'ladi. Mayni xazonda liqara qo'yish kerak. Chunki bilan sozini aytgan vaqtda igilishini aytib yaxshi chiqadi. Demak, endi bir qozon mayni, shunaqa suv mayni qizdirib tayyor qilganmiz, ha? Bo'lgandan keyin xamirni elitdan o'ttirdan teshib chambar holatga kelamiz. Chambar holatga kelamiz. Men qilish kerak sizga. O'sha odatda qo'shnilar birlikda salodiga deyman bizlarni. Avval o'tirni teshib oldik ekanmiz. Endi chambar holatga kelamiz. Demak, endi oilamizda shu salom pishirgan vaqtimizda bo'lsa, qo'shnilarimizni tang chaqirib, mundashqa shundaqmi? Endi bir yoqdan biraylar ish bersa, bir yoqdan biraylar salsa, ham ko'ngilli bir mundash payt bo'ldi-da. Yaltiroq xaltini yetib, biroz tindirib oldik ekanmiz. Meyimiz qizishib boshlabdi, unigacha xamirni ashkash turaylik. Ma'qul. Buni qanchalik tomliqda to'xtaymiz endi? Qancha inchik bo'lsa, shuncha yaxshi chiqadi. Qadrli ko'rmanlar, biz do'stlar biz bilan tanishib olib beryapmizlar, yo'q. Haqiqatan endi bu sog'liq ketadigan qurishlar undaq murakkab emas ekan, ammo buningki qadam bosqichlari nihoyatda inchik bo'ladi ekan. Mushu o'lchimi, shundaqmi? U maylarningki o'lchimi, xamirningki tinib, yaxshi chaylanib, hozirgidek yumshoq ashgan vaqtimizda nihoyatda qulay
qulaylik bo'lishi uchun shu oldidagi bosqichlarga cho'qim ahamiyat berishimiz kerak ekan. Men sizlardan tanlab bugun o'tma bugun mana tunji qitim sağza selish. Sağzın eski vaqtimizda naydi tekshi ishimizda bir yatum bir inchi bo'lib qolsa tuzilishiga ta'sir etadi. Sifatdek chiroyli chiqmaydi-ku. Ha. Şu an eskende naydi tekshi inchiga silliq holatda ishimiz kerak. Endi shu eslatib qo'ygim kelib qoldi. Sen sevadigan vaqtda kichik bolalarni bo'lsa qazon beshida jirag'roq turg'izaylik. Chunki endi bu yerda ko'rdinglar hozir bir qozon may qizyapti, ha? Shundaqmi? Bexatarlik masalasini naydi muhim masala. Topishimiz kerak ekan, ha? Naydi normal holatda qulonlarni shuna osonroq bo'ladi. Buni cho'ng kishiga o'xshash bo'ladimi yoki azroq? Cho'ng aytmayaptimda. Cho'ng kishiga o'xshash bo'ldi. Hozir tekshiringizlar oldin qisqacha qisqaroq ayoldiq-ku. Ha. Bu oyoq tarbiyani tekshir etmoqmiz. Barmoq qancha uzun bo'lsa yaxshimi nima buningga? Bu tekshirlash bosqichimiz ekanda. Mana shunda qalatda ekansan bo'ldi. O'sha ximir men almashgan oldini ishdan yeymiz. Ha. Bunu bir o'ynarkan, ha? Endi buningga maxsus ishlatilgan mana uzunroq bo'ldi tayoqcha. Sozonlar maxsus tayoqchasida shuna tayoqcha mushta shaklda olishlar. Ko'raman do'stlar, mana shunda holatlarga diqqat qilinglar. Avval uni tekshi holatda saldoq mayga, andin ikki cho'kini tayoqchani almashtirib, ustiga qatlaydi ekanmiz. Qatlab bo'lgan keyin tayoqchani elbatdik. Pardon, lekin buning haqiqatan kuch ketadi ekan-a. Xil uzun vaqtni ketadi ekan. Bir odam o'zi yolg'iz qoladi ekan. Odatda do'konda saqo vaqtida bir qanchalar bilan qilib salamiz. Saqo vaqtida chiqaman bilan. Shu trenning ishi bo'ladi. Odatda pishirgan qaraganimiz sansilsam tasma nima? Shunaqmi? Vaqt ketadi endi sal astoydil bo'lmasa kuyib ketishi mumkin, ha? Shu to'g'ri deysiz. Onun suyu biz endi ota bolalarımızdan tartib, mushkil shaklda, shunaq qatlangan holatda shu shaklda pishirib kelayotganligi uchun biz shu an'anaga varis qilib, shunaqmi? Aslida o'xshash chiqarimizda kuchayotmizda. Normalda oilalarda shu shukur atrofida sansaq bo'ldi. ish bo'lgan. Tayyor qilib hozir qozon silish olib turyapmiz. Demak, shu mayninki qizish temperaturasini normal holatda saqlaymiz, ha? Buni qizib kelsa, pishirib bitsagan vaqtimiz kerak, qizdirib ketadi ekansiz. Normal kichikroq o'tda ana sol ekanmiz. Ana chichkin ma'nodini yaxshiroq siralab chiqaman. Munosabati bilan ko'pchilikka Nurgul bilan birlikda sog'liq silishning qadam bosqichlarini o'rgatib o'tdik. Har xil taomlardan sizlarni xabardor qilishga har vaqt tayyormiz.